sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi wa sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, aziz jamoat, Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Xabarlar bor. O'zbekistondan muhtaram ulamolarimiz, ustozlarimiz, qori domlalarimiz kelishgan. Abduhakim domla Matqulov, Hasanxon Yahyo Abdulmajid domlamiz va o'zimizga qadrdon bo'lgan, oxirgi Ramazonda ham birga bo'lgan Anvarxon qori akamiz. Xush kelishibsizlar. Alloh taolo qadaminglarga hasanat bersin. Hozir inshaalloh azizlar ilmiy suhbatlaridan bahramand bo'lamiz, tinglaymiz inshaalloh. Dunyo va oxiratimizga manfaatli bo'ladigan ilmlardan bahramand bo'lamiz biiznillohi taala. Ustoz Abduhakim domla marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Butun olamlarni yaratgan Rob Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Olamlarga sarvar qilib yuborilgan payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklariga behisob durud, salavatu, salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum muhtaram jamoat. Haftaning ulug' kunlaridan bir kun dushanba payg'ambar Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan va payg'ambar Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan. Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim nozil bo'la boshlagan kun deyiladi. Mana shunday ulug' kunda yuqorida duolarda esladik. Alloh taoloning eng go'zal baytlaridan bir baytda hammalarimiz lillah gardanlarimizdagi farzni ado etamiz. Allohning sizu bizlarga buyurgan farzini Allohning baytiga borib jamoat bilan, mo'min musulmonlar bilan birgalikda uyda ado etadigan namozdan 27 daraja ko'proq ajrga, savobga, mukofotga Alloh ega qiladi. Va jamoatdagi mo'min musulmonlarni safini ko'raman. Ularning ahvolidan xabar olaman. Birgalikda duo qilaman. Jamoat bilan qilingan duo Parvardigorning huzurida qabul bo'ladigan duo. Mana shunday niyatlar bilan masjid sari tashab kelgan har bir qadamlaringizga bitmas tuganmas ajr va azim hasanotlarni Parvardigor o'zi nasib aylasin. Qaytishda xonadoningizga tashab ketadigan qadamingiz bilib bilmay qilgan sahv xato kamchiliklaringizga kaforat bo'lsin. Gunohlaringizga mag'firat bo'lishligiga sabab bo'lsin. Choy iltimos qildik va aytdim bersa yaxshi bo'lardi. Shuning uchun muhtaram jamoat, bugun mana masjidda to'planib bu yig'ilishligimiz ham Alloh taoloning qator oyat-i karimalariga, payg'ambar Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflariga muvofiq. Amru ma'ruf, nahiy munkar. Yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarish. Bizning dinimizning shiori bu. Pandu nasihat. Ya'ni eshitib shariatimiz, dinimiz ahkomlarini o'rganaman. Ulamolardan eshitaman va toatimni, ibodatimni mustahkamlayman. Hayotimni go'zal qilaman. Ayni mana shunday yaxshi niyatlar bo'lish kerak. Hech qachon domlalarda bir to'planishida, yig'ilishida ixtilofga sabab bo'ladigan narsa bo'lmaslik kerak. Xo'ja ko'rsin bo'lmaydi. Ta'ma bo'lmaydi. Buzg'unchilik bo'lmaydi. Faqat yaxshilikni niyat qilib kelinadi va o'sha yig'ilishdan o'ziga kerak bo'lgan yaxshi narsani olib ketadi. Bugun domlamiz e'lon qilib o'tganlaridek azizlar, mana O'zbekistondan hozir biz mana 3 kishini ko'rib turibsizlar. Ertaga O'zbekiston musulmonlar idorasini Qur'on va tajvid bo'lim mudiri Shayx Alijon qori birodarimiz ham Qo'shma Shtatlarga tashrif buyuryaptilar.
bu bizlarni kelishimiz va ko'pchilik yana boshqa atrof boshqa davlatlardan ham kelayotganlarni eshityapmiz. Yo bo'lmasam mana o'zingizlarda xabaringlar bor. Shimoliy Amerika bo'ylab ilk bor bu yil birinchi marta Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim musobaqasi o'tkaziladi. Shtatlarda mana o'zingizlarda ham Filadelfiyada bu narsa musobaqa bo'lib o'tib, nomzodlar tayin bo'lib, inshaalloh mana 1-2 noyabr kuni butun mana shu tanlangan qorilar Ohio shtatida inshaalloh final bosqichida ishtirok etib, Qur'on tilovat qilib berishadi. Ayni mana shu musobaqani o'tkazish maqsadida bu yerdagi tashkiliy o'sha hay'atga boshqa rahbarlik qilayotgan Ilyosbek qori va boshqa mas'ul mutasaddilar, Toshkentdagilar biz bilan bir necha bor maslahatlashib, keyin iltimos qilishdi. Qori akalar, kelinglar, bizni mana shu xursandchiligimizga sherik bo'linglar. Qur'on musobaqasida birozgina bo'lsa ham tajribamiz bor. Chet ellarda va o'zimizda mana o'tkazilgan 2017-18-yilgi musobaqani bilasizlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Yurtboshimiz boshchiligida u kishining tashabbuslari bilan O'zbekistonda juda katta musobaqa o'tkazildi. Qur'on musobaqasi. Agar tarixga nazar tashlanadigan bo'lsa, O'zbekistonda qadimda Qo'qonda Qur'on musobaqasi bo'lgan. Qo'qon xonligi davrida. Xivani xonligi davrida Xivada musobaqa bo'lgan. Oxirgi o'sha musobaqada qatnashgan Hasanxon qori u kishini haqida o'zlarini o'sha maqolalarida yoritib, o'sha Yahyo qori akadan eshitgan nimani gapirib yozib bergansiz. Men guvoh bo'lganman. Bundan bir 35 yil avval ko'rganman. Matnazar qori akam edi, u kishining nomlari Muhammad Nazar qori aka. Shu kishini biz 100 yoshga kirganda ko'rganmiz. Shu Xiva xonligini eng oxirgi Qur'on musobaqasida ishtirok etib, bir xum tilla menga mukofot bergan deb shu qordada gapirib bergandilar. Keyin Samarqandda bo'lgan, Buxoroda bo'lgan, Toshkentda bo'lgan, lekin yaxlit O'zbekistonda 2018-yil birinchi marta mana shu Qur'oni Karim musobaqasi bu keng omma xalq ichida erkak, ayol, o'g'il bolalar, qiz bolalar, ya'ni albatta alohida bo'lib, lekin musobaqa mana shunaqangi bir go'zal holatda chiroyli o'tkazildi. Ana shu musobaqada tashkiliy hay'atga men o'zim rais bo'ldim. Qori akalarimiz birgalikda mana shu musobaqada hakamlik qilishdi. Juda bir chiroyli holatda ana shu musobaqani o'tkazdik. Men musobaqaga to'xtalayotganligimni sababini sizlarga aytmoqchimanki, azizlar, Qur'on musobaqasini qilishlikdan eng asosiy maqsad nima deyiladigan bo'lsa, bunga biz aytamizki, javob qilib da'vat bu. Islomga da'vat, Allohning shariatiga da'vat va Allohning kalomini, Qur'oni Karimni o'qishga da'vat. Musobaqada kelinglar, ishtirok etinglar. Agar Qur'on savodiylar bo'lsa, tilovat qilish qo'llaringizdan kelsa, kelib ishtirok etib o'qinglar, yo farzandlaringizni, yo shogirdlaringizni, yo yaqinlaringizni ishtirok ettiringlar. Agar bunga imkoniyat bo'lmasa, o'zlaringiz kelib somiy bo'linglar. Alloh taoloning kalomini ulug'lab, hurmatlab, borib Qur'onni eshitib, unga agar qo'shilib, agar mana shu ajrga, savobga, mukofotga ega bo'laman desalaringiz, ana shu Qur'oni Karimda ishtirok etinglar va qo'llab-quvvatlanglar qorilarimizni, ulamolarimizni, ahli Qur'onlarda, shariat, din xodimlarini qo'llaringizdan kelganicha ularni qo'llab-quvvatlanglar. Men oddiy misolni sizlarga aytaman. O'sha O'zbekistonda o'tkazilgan oxirgi mana shu Qur'on musobaqasi juda katta, masalan, bugungi kunda bizni yaxlit xalqimizni Qur'on savodini o'sishga sabab bo'ldi. Juda ko'p joylarga boramiz. Bizga masalan shu musobaqada rahbarlik qilib o'shanda ishtirok etganligimiz uchun bizga kelib murojaat qilishadi. Biz musobaqada qatnashgan edik. Biz Qur'onni hozir mana yod olganlar bor. Hatto o'g'il bolalar, qiz bolalarning ichida Qur'ondan yodlaganlar boshqa ilmga urinib, ancha oldinga qarab siljiganligi bor. Juda ko'p bunaqa yaxshi narsalarga guvoh bo'lamiz. Ayni mana shu maqsadda bu Shimoliy Amerikada hozirgi o'tkazilayotgan musobaqada ham mana shu egalari, bu ishni boshida turganlar, boshqalar bilan ko'p vaqtdan beri biz gaplashib yurib,
mana shu ma'noda bir maslahatlashib, bu tadbir uyushtirishlikdan eng asosiy maqsad xuddi mana shu. Ya'ni Qur'oni Karimni kelinglar birgalashib o'qiylik, birgalashib yodlaylik va xususan yoshlarimizga, yosh avlodga Qur'oni Karimni tajvid ana shu hamma qonun qoidalari bilan o'rganib, avval o'qib, o'rganib, ibodatini mukammal qilsin. Va shu bilan birgalikda qo'lidan keladigan zehnlik bolalar ajrab chiqadi. Qur'ondan, ya'ni kelajakda qori bo'lib, Qur'onni hifz qilib, hofizi kalomulloh bo'lsin. Qur'oni Karimni yodlasin. Qur'oni Karimni bilasizlar, o'qiganlar Alloh taoloning eng suygan bandalari deyiladi. Qur'oni Karimni yod olib qori bo'lganlar ahlulloh bo'ladi. Ahlulloh nima u deyilsa, Alloh taoloning do'stlari bo'ladi. Al-ulama warasatul anbiya. Olimlar payg'ambarlar merosxo'rlari bo'ladi. Mana shu ma'noda bugun O'zbekistondagi ko'pgina bizni mana shu Qur'oni Karim xizmatida qoim bo'lib turgan ustozlar, biz ular duolarini olib keldik. Mana shu Qur'on musobaqasida hakam bo'lib xizmat qilgan 20 dan oshiq mana ikki yonimda o'tirgan Anvarjon qori bilan Hasanxon qorilarni birodarlari bor. Ularni hammalarini sizlarga tabrigi va fursatdan foydalanib ana shu yigitlarni duolarini yetkazmoqchiman. Alloh taolo bu musobaqani o'zi muborak aylasin. Butun dunyo ko'rib havas qiladigan holatda o'tsin. Inshaalloh bu musobaqa sabab kelasi yillarga mana shu Shimoliy Amerikada yashaydigan vatandoshlarimizdan va boshqa dindoshlarimizdan kelajakda qori-yu qurrolar inshaalloh o'z zamonasini zabardast ulamolar chiqishligini Parvardigorni o'zi nasib aylasin. Azizlar, albatta bu yig'ilishligimizda faqat bu Qur'oni Karim haqida emas, balkim boshqa masalalar bo'yicha ham inshaalloh gaplashib olamiz. Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karim oyatlarida shunday marhamat qiladi. Estaizu billah, innad-dina indallohil islam. Alloh taoloning huzurida eng maqbul din bu islom dinidir. Mufassirlarimiz islom so'zini ma'no mazmunini sharhlar ekan, islom so'zida eng avvalo salomatlik, tinchlik va osoyishtalik ma'noni bildiradi. Din so'zini mufassirlarimiz agar sizu bizlarga mana shunday bir chiroyli yetkazar ekan, sharhlarida din bu ibodat. Alloh taologa banda toat ibodatini o'zini roziligi uchun mukammal qilib ado etsin. Din bu itoat bu. Kimga itoat qiladi? Albatta Alloh taologa itoat qiladi. Din yana bir ma'nosi bu shariat bu. Alloh taolo sizu bizlarga gardanimizga farz qilgan namoz, ro'za, zakot, haj, boshqa amallarni go'zal holatda, mukammal holatda ado etishlikka chaqiradi. Din so'zi azizlar, yana bir ma'nosi ad-din al-muamala. Din bu muomala bu. Ko'pchilik bilan muomala. Avvalo qavm qarindoshingiz, oila bilan, qo'ni qo'shningiz bilan, masjid jamoasi bilan, butun dunyo mo'min musulmonlari bilan. Shu bilan birgalikda boshqa din vakillari bilan ham bizning shariatimiz, dinimiz muomala qilishlikka chaqiradi. Va nihoyat payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadis shariflarida shunday marhamat qiladilar. Ad-din an-nasiha. Sizu bizni dinimiz islom dini azizlar. Bu nasihat bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam din nasihat dedilar. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari juda ko'p mana shunday tadbirlarda, marosimlarda o'tirganlarida shu yozgan kitoblarini bir o'qiganlar, qiziqqanlar, boshqalar bo'lsa so'rardilar. O'qidingizmi kitobni? Nima fikringiz bor?
bizga nima maslahat berasiz der edi o'qigan o'quvchiga. Ular ba'zan taklif, ba'zan indamay o'tirar edi. Indamay o'tirsa, Hazrat aytardilarki, biror bir o'qiganligingizni bildirib, menga biror bir tavsiya qiling der edi. Biror narsani menga gapiring. Ana shu sizdan bir narsani eshitib, men o'zimda bir to'g'rilab olay. O'sha kitoblarda agar qarasalaringiz, ulamolar o'qigandan keyin biror bir xato, kamchilik bo'lsa, ana shu kamchilikni kaminadan deb bilinglar deb yozishgan. Bizdan o'sha kamchilik. O'sha biror bir kamchilik yo boshqa bo'lsa, yo taklif, fikr, mulohaza bo'lsa, olimlar hamisha ana shu narsaga tinglashgan, shu narsani eshitishgan. Hattoki bu payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning davrlarida sahobalar, bilasizlar, payg'ambar alayhisolatu vassalom ashabi kan nujum bi ayyikum iqtadaytum ihtadaytum, sahobalarim deganlar payg'ambar alayhisolatu vassalom ana shu boshqa sahobiylarga qarata. Ya'ni to qiyomatga keladigan ummatga go'yo aytilgan. Sahobalarim har birlari siz ummat uchun yo'lchi yulduzdir. Qaysi biriga agar sizlar ergashsalaringiz, albatta hidoyatda bo'lasizlar deb payg'ambar alayhisolatu vassalom marhamat qilganlar. Mashhur sahobiy Abu Zarul G'iforiy roziyallohu anhu payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Avsini ya Rasululloh. Ey Allohning rasuli, menga nasihat qiling" deganlar. Menga biror bir narsani tavsiya qiling. Ana shu tavsiya qilgan narsangiz bilan men amal qilib dunyoyim go'zal bo'lsin va oxiratim uchun zodi-rohila qilay va to'g'ri yo'lda bo'lay. Payg'ambar alayhisolatu vassalom Abu Zarul G'iforiga ittaqillah deb javob berganlar. Sen taqvo qilgin, Allohdan qo'rqin dedilar. Abu Zarul G'iforiy shuni eshitib, chiroyli odob bilan ketdilar. Va bir muddat o'tib, yana payg'ambar alayhisolatu vassalomning huzurlariga keldi. Ya Rasululloh, avsini. Ey Allohning rasuli, menga yana bir nasihat qiling. Menga bir tavsiya bering. Payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Abu Zarul G'iforiga sen Allohning kalomi Qur'oni Karimni tilovat qil dedilar. Ko'proq Qur'on o'qi dedilar. Qur'on seni dunyodagi hayot davringda yo'lchi yulduz, seni hidoyatda to'g'ri yo'lda ushlaydigan Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim va oxirating uchun senga ham zaxira bo'ladi deganlar. Yana musobaqaga qaytamiz. Azizlar, mana shu Qur'oni Karim musobaqasidan asosiy maqsad yuqorida aytib o'tganimizdek Qur'on savodxonligimizni ko'tarish. Ko'proq Qur'onga e'tibor berish. Qo'limizdan kelsa har birimiz bugun mana shu jamoatda o'tirgan yosh, o'rta yosh, men shunday qarab nima qilib turibman, yosh kattalar sanoqli, lekin boshqalarning hammasida bugun Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimni o'qishga, yodlashga sizlarda juda katta imkoniyatlar bor. Bugun zamonaviy turli tuman mana internet nimalaridan yo bo'lmasam QR kod bilan kitoblarga qaysi biriga kirsangiz, kirib bemalol masalan Qur'oni Karimni o'qishingiz uchun, Qur'on savodxonligingizni ko'tarishligingiz uchun bugun shart-sharoit alhamdulillah imkoniyat bor. Vafotlaridan oldin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilan biz bir andijonlik qadrdonimizni to'yda ishtirok etganmiz. Bir kun avval Toshkentda Osiyo to'yxonasida. Shunda hazrat odatdagidek to'yda kirish qism hamd sanosini aytganlaridan keyin endi bir Alloh qalblariga solgan ekan, Abdurahim Qorakani nimalari deydi, qarindoshlarini to'y deydi. Shunda bir so'z aytganlarda, dunyo omonat dunyo. Dunyo imtihon dunyo. Dunyo bir kelib qo'nib ketadigan dunyo. Dunyo qosh bilan qovoq o'rtasida bir fursat muddat shundoq keladi. Banda ana shunda qancha yashasa yashaydi, qancha shart-sharoit qilib savob agar qilib o'zi uchun dunyo va oxiratini obod qilishlik uchun amal qilsa qilib qoladi. Qilib qoladi. Ammo ko'pchilik bu narsadan g'aflatda qoladi. Shuning uchun dunyoni g'animat bilinglar, deyaptilar. Bu dunyo g'animat, umr g'animat.
Bu umrni habata bo'lib ketmasdan, bekordan bekor ketmasdan. Nima qilish kerak buning uchun, ana shu umrni g'animat bilishlik uchun deganda o'xshaydilarki, birinchi ilm o'qish kerak. Birinchi Qur'on o'qish kerak. Chunki Qur'on biz mo'min musulmonlarning dasturi amalimiz. Mana bugun hozir xufton namozini o'qiganimizda shomda har bir rakatimizga sura Fotihani o'qidik. Zam surasi bilan. Hozir xufton o'qiymiz yana Qur'on bilan. Yurishimiz, turishimiz, hayotimiz, yashashimiz, muomalamiz, hamma narsamiz bizniki Qur'on bilan. Yuqorida payg'ambarimiz Abu Zar al-G'iforiga ham tavsiya qilganda, buyuk sahobiylar payg'ambar alayhisolamni bir marta ko'rgan insonlar ahli jannatlar bo'ladi. Hech kim shak qilmaydi. Bizi ahli sunna val jamoa e'tiqodida sahobiylar jannatiylar ular. Jannatiy bo'lgan zotga Alloh payg'ambar alayhisolatu vasallam Qur'on o'qigin deyapti. Demak, siz ummat buning uchun albatta Qur'on o'qishligimiz kerak bo'lar ekan. Shuning uchun azizlar, fursat, umr, hamma narsa o'tkinchi va g'animat. Hazrat aytganlarki, bugun birorta o'zbek ertaga mahsharga borganda Parvardigorning huzurida ulamolar menga hech narsani yetkazmadi, Qur'on o'qishni o'rgatmadi, namozni o'rgatmadi, shariat din ahkomlarini bizga xabarini bermadi deya olmaydi. Chunki bugun zamonaviy o'sha yuqorida aytib o'tgan har xil texnik vositalar, yo'inki qorilar, ustozlar, mana alhamdulillah bugun bu masjidga kelib ishlab xizmat qilib turgan domlani Fayzullani g'oyibona bilardim, men bugun ko'rdim va boshqa bir nechta betda mana qorilarimiz, ahli Qur'onlarimiz yetib kelib Amerikada hozir mana shundoq bemalol din yo'lida masalan xizmat qilish sharoitiga ega bo'lib turibdi. Kelib ketayotgan qorilarimiz mana bizning rasmiy o'sha masjidlarda xizmat qilib turgan domlalarda kelishi va yoqqa ketishi boshlandi. Bugun sizlar bu yerdagi qonun qoidalariga muvofiq farzandlaringizni Qur'on o'qitib, ilm egasi qilishlikka har qanday shart-sharoitingiz bor. Qilsangiz bo'ladi, imkoniyat topsangiz, albatta bu yerda sharoitlar juda ham yaxshi ekan. Buni bemalol masalan hayotga tatbiq qilib, farzandlaringizni o'qitib, qori olim qilishlik sharoitiga, imkoniyatiga inshaalloh ega bo'lasizlar desak, hech xato qilmaymiz. Shuning uchun Alloh taolodan iltijo qilib duo qilib turasizlar. 1-2 noyabr kuni o'tkazilinadigan Qur'on musobaqamiz inshaalloh eng go'zal holatda o'tsin. Harakat qilinglar ishtirok etishga, borib hissa qo'shib o'sha yerda musobaqada kelasi yilga yana bu narsa davomli bo'lsin, to qiyomatgacha inshaalloh. Mana bu Shimoliy Amerika, butun dunyoda mana shunday Qur'on musobaqasi, Qur'on tilovati, Qur'on ilmi, kelajakda shariat, din ilmini boshqa qirralariga, masalan hadisni matnini yodlash, fiqh ilmini o'rganish, tafsirni o'rganish, islom tarixi va xossatan siyrat, payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni axloqi hamidalarini yoshlarga o'rgatinglar. Yurtimizda biz ustozlar bilan, mana qorakalar bilan biz gaplashyapmiz. Yurtda Hasanxon qori aytayaptiki, hamma narsa o'z-o'zidan bo'lib ketaveradi. Chunki 1400 yildan beri biz islom dinini qo'limizda shior qilib ko'tarib yashab kelyapmiz. Ota-bobolarimiz, qo'ni-qo'shni, mahalla-ko'y hamma ana shu shariat din ahkomlari bilan yashab kelgan. Lekin bu yerda g'ayri dinlar mamlakatida sizlar masalan musofirsizlar, muhojirsizlar, bu yerda masalan maktablar, boshqalar, u yerda har bir narsani ko'cha-ko'yda ko'radi, quloqida eshitadi, domlalarning ma'ruzasi o'z ona tili. Lekin bu yerlarda u sharoit imkoniyati yo'q. Uning uchun nima qilish kerak desa, uning uchun sizlar ko'proq ustozlarni yollab, farzandlarni o'qitish kerak. Bu narsaga e'tibor berish kerak. Siz eng asosiy ana shu yosh bolani yoshlik paytida Qur'onni o'qitib qoling. Agar albatta bolani nimasi zehni bo'lsa, yaxshi bo'lsa, tajribasi bo'lsa, Qur'onni yodlab olsa-chi. Aytiladiki, Qur'onni yodlagan bolani Alloh zehnini ochib yuboradi. Qur'onni yodlasin. Undan keyin qaysi ilmga o'rgansa, o'sha ilmda inshaalloh peshqadam bo'lib ketaveradi. Qaysi sohaga agar urinadigan bo'lsa.